O'g'lim sunnatmi? Sunnat! Assalomu alaykum dadajon. Bemahalda nima qilyapsan? Nega kech boryapsan? Va dada, yangi biznes boshlaganman, shuncha yuruvdim ko'chada. Shashvar, sen biznes boshlasang men qo'rqib ketaman. Ish qilib boshlagan biznesing halolmi? Happa halol dada. Qanaqa biznes? Dada, ovqat yeb pul topyapman. Qanaqasiga? Qarang, kecha 2 kilolik somsa yeb 300 ming so'm pul ishlaganman. Undan oldin kuni bir lagan osh yeb 400 ming topganman. Bugun 5 barmoq yegani ketyapman. 200 ming so'm beraman. Sizga beraman, davo qilib qo'yasiz dada. Boshlagan biznesing halolga o'xshaydi. Ilohi omin, yeb o'sha pulni yutib menga bergin. Ilohi, rahmat dadajon. Mana ukajon 5 barmoq 5 minutda yeb bersangiz mana 200 ming naqd. Aka, 3 minutda joyingiz olib dadajon. Javob gapimga. Unda men sizga 400 ming beraman. Ketdi. Vaqt ketdi. Qani oxirgisi yeng 200 ming siz yeng qani yuting qani ha ukajon hey Bolamga nima bo'ldi? Bolamga assalomu alaykum. Siz bu nafsi buzuqnikimi bo'lasiz? Dadasi bo'laman, dadasi. U ko'p ovqat yeyib, oshqozoni xuruj berib qotib qolibdi. Tezda operatsiya qilmasak bo'lmaydi. 15 millionni tayyorlab turing. Qancha? Hey. Voy dada, og'rib ketyapti dada. Oriydi Shashvar, oriydi. Oshqozoning yorilib ketsa ham mayli. Ko'p pul topaman deb, ko'p ovqat yemay o'l. Sen Shashvarda hamma boshlagan biznesing ne udashni. O'g'lim, ko'p ovqat yeyishni uvoli ham bor, bolam. 300 ming topaman, ovqat yesam 500 ming topaman, ovqat yesam otangni 15 millionga tushiryapsan-ku, oshqozoning yorilib ketsin. Iltimos, akalar, nafsni tiyaylik. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.